Bu tomonga o'tib turaylik. Assalomu alaykum. Vaalaykum assalom. Umidjon aka, Akmalboy aka. yaxshimisiz? Rahmat. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Yaxshimisiz? Rahmat. Akmalboy aka. Bizga nima xizmat? Shu deng, keliningiz juda kambag'al parvarda. Yonida o'tirgan ayol ishxonalarda ishlaydigan farrosh. Uy yo'q ekan. Dadasi uy olib bersak dedi. Mayli dedik. Bir xonami uy bersangiz, bo'lib to'lash imkoniyatimiz bor-a? Bor. Yaxshi. Va bu ayol nomiga rasmiylashtirsak. Ma'qul. Barakalla. Sizga o'xshagan saxovatli boylar ko'paysin. Rahmat. Rahmat. Baraka toping. Juda yaxshi ish qildingiz. Tushunmadim. Bir xonali bo'lib to'lashga menga nima mashina sovg'a qilmoqchi edingiz? Endi Kechirasiz. Shu shartnomani o'zgartirsa bo'ladimi? Albatta, opajon. Qo'qon City'ning eng yaxshi joyidan bo'lsin. Bir xonali emas, 3 xonali bo'lsin. Bo'lib to'lashga emas, naqdga, hoziroq 100% to'lov qilamiz. Siz topshirasiz. qanday topshiraman? Topshirasiz. Malika. Malika. Mana shu uyni kelin nomidan sovg'a sifatida qabul qilasan. Kimlarga? Bu bitta narsani bilginki, seni akam iflos. Lekin keloying tilla. Nega yig'laysiz? Bugun tug'ilgan kunim-ku. Tabriklayman. Buyursin. Mendan rozi bo'ling. Nega unaqa deysiz? Bir paytlar akamga sizni yomonlik. Hammasi joyida. Hammasi joyida.